Aka, Revo PUBG motivatsiya bering, video montaj qilaman, bir kun videolarim prosmotr yemayapti deydi. Videolar prosmotr yemayotgan bo'lsa unga motivatsiya yordam bermaydi, jigar просто. Videoni sifatini yaxshilash kerak, tamom. Yoki boshqa ish qilish kerak. Masalan, qancha chiroyli qo'shiq aytganim bilan men baribir qo'shiqchi bo'lib keta olmayman-da, chunki endi mana ovozim qo'shiqchilarga tortmaydi mana. Dori hamon begumon. Ko'rasan, ovozim unaqa ko'rpacha bo'lib yotibdi-da. Shuning uchun PUBG o'ynayapman. Videolar prosmotr yemayotgan bo'lsa, bu ishni qo'ying-da. Ketmon choping, sartaroshlikni o'rganing, mashina tuzatishni o'rganing. Balkim o'xshab qolar. Hayotda hamma video olib, content maker, streamer bo'lib ketish shart emas-da. Hayotda dehqonlar ham kerak, cho'ponlar ham kerak, sartaroshlar ham kerak. Cho'ponlik ham yaxshi kasb. Mol boqsangiz, siz mollaringizni so'yishsa, biz mazdaq go'shtini yeymiz. Yaxshimi? Suvlar qalay bo'lyapti aka? Bu ham bir variant o'ylab ko'ring. Welcome to PUBG Mobile. Chat nimalarning yaxshi motivatsiya bo'ldi? No, God! No, God, please, no! 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 No, God! No, God, please, no! 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 No!